haterlar juda ham ko'payib ketibdi. Kommentariyamizga bizda bor deb O'zbekiston tovarini 220 ming deb qo'yib yozyapti. Sizlarni o'ylagan holda Xitoy tovarlarimizni, Xitoyda ishlab chiqarilgan mana shunaqa sportivkamizni 199 mingga skidka qilardik. O'zbekiston emas, Xitoy sportivkalarimiz. Keldi sizlarga obzorini bitalab ko'rsatib beraman. Mana bunaqa modelda bunaqa ranglarimiz bor, qorasi bor, Labubu brendi yozilgan. Nima dod qizlaman modeli. Ipyoda seri rangi bor. Bu ham Zara'li ko'rolsanglar bo'ladi. Zara deb yozilgan. Har xil brendlarni olib kirib qo'yganmiz. Ularning hammasini ranglari bor qizlar. Imamda Bardovisi bu ham mana bu brend qaranglar, Labubu nima deyapti. Xullas bularning hammasi mashtiklarimiz 199 mingga skidkaga tushgan tovarlarimizdan bemalol kelib mana bu videolarni ko'rsatib oling. Olib ketsanglar bo'ladi qizlar. Mana shu hammasini mushtli deb ranglari vashshi zo'rlari chiqqanda. Xullas 199 mingga olib ketasizlar. Kommentariyalarga ba'zi bir hater kommentlarga aldanmasdan Primoy Shoes Collection'ga yozsanglar bo'ladi yoki-da Telegram orqali zakaz berasizlar o'rtoqlar. Asosan Telegram orqali ishlaymiz. Onlayn zakaz uchun bu. Qolganlar kelib olib ketsa bo'ladi. Shu yerda 199 mingga skidkada turibdi.